Короче, shov-shuv, janjal, urush, nima bo'lyapti bilmayman. Вообще, yurib ketdimi? O'tib. Ozdopani klipida bitta model qizni urib ketishibdi, ko'rdinglarmi? Shov-shuv bo'lib yotdi hamma yoqda. Вообще, ya, просто vah qo'y. Nimaga Ozdopani o'zi gapirib chiqmadi? Nimaga hamma jim turibdi? Nimaga Ozodopa buni o'zi olib chiqmadi publiku? Hammasini javobgarlikka tortish kerak. Rejissyorlarni hammasini bechora qiz invalid bo'lib qopti bir umrga. Endi farzand ham ko'ra olmaydi. Imni biodri singan farzand ko'ra olmaydi. Kapets, lecheniyaga qancha pul kerak? Nimaga Ozodopa yordam bermabdi? Nimaga operatsiyalarga yordam bermabdi? Hayronman. Короче, eshitishimcha $500 qo'liga berib qo'yishganda Ko'ttiyni qiz deyishgan rejissyorlar. Ozoda Nursaidovaning klipida suratga tushayotgan model aktrisa Sabrina Jabborovani gelik bosib ketdi. Bu haqda aktrisaning o'zi ma'lum qildi. Uning aytishicha, holat 2024-yilning 7-noyabrida Ozoda Nursaidovaning Dilbarim qo'shig'i uchun klip suratga olish vaqtida yuz bergan. Sabrinaning aytishicha, mashina rulida shu klipda suratga tushayotgan boshqa bir voyaga yetmagan aktrisa bo'lgan. U klipda operator va rejissyor bo'lgan shaxsning ko'rsatmasi bilan gaz pedalini bosgan. Keyin esa mashina boshqaruvini yo'qotib, Sabrinaning ustidan 2 marta o'tib ketgan. Oqibatda uning tos suyagi singan va boshqa qator og'ir jarohatlar olgan. Sabrinaning hayoti 9 soatlik operatsiyadan so'ng saqlab qolingan, ammo jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani natijasida qiz nogiron bo'lib qolgan. Sabrina tarmoqlarda yordam so'rab qilgan murojaatida mashina rulidagi voyaga yetmagan qizni suratga olish jarayoniga A.Q. olib kelgani va unga haydashga ruxsat berganini yozib qoldirgan. Sabrina suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmaganini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Sabrina tergovchi unga ish materiallarini taqdim. Biz bu hozir chiqishimizdan maqsadimiz majbur bo'lib chiqdik. Ayrim bir odamlar blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozodopani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan gapini gapirib qo'yib yotibdi-da u yerda. Birinchi yordam ko'rsatilmagan deyapti. Vaholanki birinchi yordam ko'rsatilgan. Telefonda har bitta narsa qilingan narsa bo'yicha bankaga birinchi kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan turib, nima haqqinglar bor yolg'on ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xohlagan odamga bersa, hamma o'zicha negativ bitta odamning nomini yomonlash 5 minut, 1 daqiqada yomonlab qo'yishimiz mumkin, hammani yomon qilishimiz mumkin. Lekin bunaqa kunlarda hozir bir-birimizni dilimizni ortib, gunohga botmaylikda. Bu narsani mana nima kim qanaqa savoli bo'lsa, bemalol telefonda nomer bor. Bemalol telefon qilsin, murojaat qilsin. Rostdan shunaqa bo'lganmidi? O'sha yerda tepasida bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Nima ketyapti bu yerda deb. Bu yerda maqsad va boshqa narsa o'zi. Bu yerda boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan. Kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda men birovni hozir ayblamoqchi emasman, lekin bu narsani tegiga yetish uchun telefon bor. Biz hozir qonuniy davlatda yashayapmiz hammamiz. Bu narsa bo'yicha tergov ketyapti. Birinchi kundan beri boshlangan tergov jarayoni boshlangan. Hozirgacha ketyapti. Ertaga sud bor. Buni biz hal qilmaymiz sizlar bilan. Buni sud hal qiladi bu narsani. Sud hal qiladi. Mana bu yerda Ozodopa u klipda misol uchun bo'lmaganlar. Ular faqat zakaz hisobida zakaz berilgan, bularga klip olib beringlar deb o'sha klip jarayonida bo'lgan voqea bu. Biza hozir haqqimiz yo'q kimgadir tuhmat qilib qo'yishga, bilib bilmasdan xohlagan narsani qo'yib yotibmiz. Azgina insof qilinglar-da, telefon bo'lsa, mana telefonimizga qilib, bemalol nima savolinglar bo'lsa javob berishga biz tayyormiz. Shaxsan men bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Shaxsan men bu klipda operator sifatida men taklif qilinganman. Rejissyor deb yozibdilar. Keyin o'sha tagidagi полный описанияларni o'qib chiqdim. U yerda qaralmagan, boshqa narsa qilinmagan degan gaplar bor. Bular hammasi yolg'on. Men internet saytlariga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsalarni PR uchun chiqarmaydi. Sizlar bir oxiri tagiga yetinglar u narsani. Bir bizaga ham kelinglar, ko'ringlar bizada nima, qanaqa yordamlar qilingan. Bu Ozodopam tomonidan o'sha rulda bo'lgan o'sha qiz tomonidan bo'lgan narsalar. Sizlar u voqeaning ichida bo'lmagansizlar. Sizlar bilmaysizlar bu narsalarni. Bular emas voqealarni chiqarib tashlamaydi. Qonun bor, qonun doirasida ish ketyapti hozir. Hamma yozib yotibdi, negativlarni yozib. Ozoda Nursaidova u joyda umuman ishtirok etmagan. U joyda u opani nima deydi? U nomini bulg'ash bu yaxshi emas bu ro'za oyida. Sizlar bir o'ylab aql bilan ish qilinglar. Men saytlarga aytmoqchiman. Bular emas narsani qo'yavermanglar, sizlar surishtiringlar bir tagini.
Nima sabab nima? Qanaqa bo'lgan voqea? Yoki tergov bor, tergovdan borib so'raylar. Yordam qilinmagan deb yozibdi. Uni uy, men xabar, men shuni bilaman. Men nima deydi? O'sha jarayonda bo'lganman. Mana o'sha Jasurni o'sha aktrisalar bo'yicha shug'ullanadigan ukamiz, o'sha qizimizni chaqirgan mana yigitimiz, lekin u yerda baxtsiz voqea bo'lgan. U yerda ataylab hech kim bir narsa nima qilmagan u yerda. O'sha qiz, rulda o'tirgan qiz bilmasdan o'sha voqea bo'lgan u narsa. U hech kim bu narsa, shu narsa bo'lsin deb qilmaydi bu narsani. Kelib surishtiringlar, u qizga mana oyoqqa turibdi yaqingacha, chunki unga yaqingacha qaralgan, kvartirasi hamma bitta bu yerdagilar emas, hamma jamoadagi hamma kelib qaragan unga. Kvartirasigacha, yeb icharagacha, uy sharoitlarigacha, shu ishlashga noloyiq qiz deb hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 berilgan. Hammasini hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Lekin bu narsa qilinyapti-da, kimlardir aql o'rgatishi sababli aytilyaptiki, endi oxirida kelib uy talab qilinyapti, mashina talab qilinyapti. Bu narsa endi insof bilan-da, bu narsa nima deydi? Bu chista abdushi bu Alloh roziligi uchun qilingan narsa. Bu yerda u aybdorligi uchun emas, bu yerda hech kimning aybi yo'q bu yerda. Bu atalab qilingan ish emas. Qizga oyoqqa turishigacha qaralgan. Oyoqqa turib yana 3 oy pastilniy rejim degan. Sekin o'ziga kelib oyoqqa turish boshlaganda, unga turma deyilganda syomkaga, men eshitishimizga qaraganda, syomkaga chiqdi. Tog'gami, qayergadir chiqdi. Men endi men bilmayman, avvalambor rostmi yolg'onmi eshitishimga qaraganda o'sha syomkaga olib chiqishganda, o'sha joyda yana yiqilgan ekan u qiz. Yiqilgandan keyin yana operatsiya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb shunaqa talablarni qo'yapti-da. Lekin insonga insof kerak-ku, insof kerak. Bunaqa yolg'on ma'lumotlarni tarqatib, negativlarni qilib tashlamaylar insonlar. Savolinglar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar yoki mana tergovga murojaat qilinglar. Xohlasanglar, agar bizga ishonmasanglar, tergov jarayoni ketyapti bu narsa. Qonuniy hamma narsa. Hech kim birovga qarindosh urug'lik joyi yo'q, bir-birini yonini oladigan joyi yo'q. Bu narsa hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ertaga sud bo'lgandan keyin sud o'zi biladi kimni aybdor qilish kerak, kimni aybdor qilish kerak emas, kim oqlanadi, kim oqlanmaydi. Yo, o'sha men internet saytdagilarga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar, ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapislarigacha hammasi bor. Uy talab qilgan hammasi bor. Lekin unga hamma abdushi qaradi, bu qiz oyoqqa tursin, bu qizni biza nima qilamiz, nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan, yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Lekin endi insof bilan-da oxiriga kelib mashina uy deyish endi birovning nomini yolg'on ma'lumotlar chiqarib, bu yerda meni nomimni bulg'ab, men u yerda men operatorman. Meni operator qilib chaqirishgan. Menga nima olish kerak bo'lsa, motor deganman bo'ldi. Bu syomka bu. Men ishim mana shu, motor deganman, syomka qilish kerak bo'lgan kadrni olish. Meni vazifam shu. Meni vazifam uni boshqasiga qarash emas.